Toshkentda noto'g'ri quruvchini tanlash sizga o'n minglab dollarga tushishi mumkin. Ba'zilar esa bor, pulidan ayrilib, oxirida kalit ham ololmaydi, uy ham yo'q, pul ham yo'q. Va bilasizmi, eng qiziqarli nimada? Reklamada hammasi bir xil gapiradi. Bizning uylar eng zo'ri, eng sifatlisi. Hech qaysi biri sizga o'z kamchiliklarini aytmaydi. Lekin bugun biz siz bilan bu haqida gaplashamiz. Toshkentda eng ko'p reklama qilinayotgan 5 ta quruvchini Energy BI, Golden House, Murad Buildings, Xonsaroy va Albina kompaniyalarini har birini kuchli tomoni, kamchiliklari va real narxlari bilan bitta videoda tanishib chiqamiz. Va eng muhimi, bu reklama emas, hech qaysi qurilish kompaniyasi bu video uchun 1 so'm pul to'lamagan. Bu videoning oxirida siz 3 ta eng muhim narsani bilib olasiz. Birinchisi 5 ta quruvchining xolis taqqoslash jadvali, segmenti, narxi va tavakkalchiligi. Ikkinchisi byudjetingizga qarab aniq javob. Sizga aynan qaysi kompaniya to'g'ri keladi. Va uchinchisi eng qimmatlisi sotuv bo'limiga borganingizda berishingiz shart bo'lgan 3 ta savol. Menejerlar bu savollarni yomon ko'rishadi, chunki javoblar hamma narsani ochib beradi. Uchinchisi videoni oxirida bo'ladi, albatta oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum, ismim Sardor Usmanov, Goodland yangi uylar markazining asoschisi va rahbari bo'laman. Goodland Toshkent shahar bo'ylab 70 tadan ortiq yangi qurilayotgan loyihalarni bir joyda jamlagan markaz hisoblanadi. Bizning maqsadimiz sizga uy tanlashda o'nlab sotuv bo'limlariga borib, vaqtingizni, asabingizni yo'qotmasligingiz uchun yordam berish. Har bir quruvchining ofisiga borganingizda ular faqat o'zini uyini sotishga harakat qiladi. Biz esa sizga barcha takliflarning ichida aynan sizga eng mosini xarid qilishda yordam beramiz. Va bu xizmatimiz uchun sizdan hech qanday ortiqcha pul olmaymiz. Shuning uchun har bir kompaniyaning minuslarini ham bugun ochiq aytib ketamiz. Shu paytgacha yuzlab mijozlar bilan ishladik va odamlar uy olishda doim bir xil 5 ta xatoga yo'l qo'yishadi. Birinchi xato faqat narxga qarash. Kvadrat metr arzon ekan deb o'ylashadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, uy ta'mirsiz, lift bitta, parkovka yo'q, maktab 4 kilometr uzoqlikda. Arzon uy bu ko'p hollarda keyinchalik chiqadigan katta xarajatlar degani. Ikkinchi xato bitta sotuv ofisiga borib, o'sha joyda shartnoma imzolash. Menejer sizga faqat o'z uyini sotadi, bu uning ishi, to'g'ri. Tanlov va taqqoslash yo'q. Demak, xato qilish ehtimoli juda ham yuqori. Uchinchi xato bu hujjatlarni tekshirmaslik. Yer kimga tegishli? Qurilish ruxsatnomalari bormi? Kadastr nima bo'ladi? Va bu savollarni bermasdan odam eng katta xavf ostiga qoladi. To'rtinchi xato kompaniyaning tarixiga qaramaslik. Necha yildan beri bozorda bor, shu paytgacha nechta uyni o'z vaqtida topshirgan. Yangi kompaniya bu yomon degani emas, lekin buni tavakkal qilib emas, surishtirib bilish kerak. Xo'p, 5-xato keyinroq olaman deb kutish. To'g'risini aytaman, Toshkentda kvadrat metr narxi yildan yilga o'syapti. 1 yil kutib odam oxirida keyin olaman degan baribir qimmatiga sotib olyapti. Endi esa 5 ta kompaniya haqida gaplashamiz. Har bir kompaniyani 5 ta mezon bo'yicha tahlil qilamiz. Tarixi, bozorda necha yildan beri bor va nechta uy topshirgan. Segment, ekonom, komfort, biznes yoki premium. Mashhur loyihalari nima bilan o'zi tanilgan. Narx jihatidan 60 kvadrat metrli xonadon misolida va xavf kamchiliklari nimaga alohida e'tibor berish kerak. Mana shu 5-mezon reklamalarda hech kim aytmaydi. Bugun bu haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi qahramonimiz bu Energy BI kompaniyasi va bu kompaniya 2020-yilda Murad Buildings va Qozog'istonni yirik BI Group kompaniyasini o'rtasida hamkorlik tashkil etilgan va 2025-yilga kelib BI Group Murad Buildingsdan ulushlarni to'liq sotib olib 100% egasiga aylanadi. Xo'p, bugun ular O'zbekistonning eng yirik developerlaridan biri hisoblanib, shu kunga qadar 28 ta loyihalarni topshirgan va yana 19 ta loyihalari hozirgi vaqtda qurilib kelyapti. 6000 tadan ortiq oilalar bularda qurilgan loyihalarda hozirgi kunda yashab keladi. Segmenti Comfort Plus va Business, ya'ni o'rta yuqoridan balandroq. Loyihalari U-Tower, Flagman, Voha, Energy Oybek, Energy Mirzo Ulug'bek va ko'plab loyihalari bor. Narx meros loyihasini Comfort Plus klass kvadrat metr narxi hozirgi kunda taxminan $1700 hisoblasak, 60 kvadrat metr uchun $100,000 atrofida bo'ladi. Xavflar va minuslar. Kompaniya juda katta, bu yaxshi albatta, lekin yirik bo'lganligi uchun ba'zi xaridorlarimiz shikoyat qiladiki, individual yondashuv juda ham kam. Servis konveyerga o'xshab qo'yilgan, keyin narxi ham segmentga nisbatan
biroz qimmatroq. Ya'ni brend uchun siz albatta pul to'laysiz. Uyni olganingizdan keyin ham servisli slujba, JEK, TSJ deyishimiz har xil buni nomlashimiz mumkin. Bu yerda ham bozordan ancha qimmatroq bo'lib hisoblanadi. Bu kimga mos? Ishonchlilik birinchi o'rinda turgan, tajribali va nom qozongan yirik kompaniya bo'lsin degan mijozlar uchun. Ikkinchi qahramonimiz bu Golden House. Bozorda 13 yildan beri faoliyat yuritadi. Toshkent bo'ylab 25 ta loyihani topshirgan. Hozirda yana 8 ta loyiha bir vaqtda o'zida qurilmoqda. Saytida yozilishicha, ular qurgan uylarda 30 mingdan ortiq insonlar yashab kelmoqda. Segmenti Comfort Plus. Asosiy ustunligi uylar ta'mirlangan, ya'ni remontli holatda topshiriladi va bu degani kalitni olasiz va ertasiga ko'chib kirishingiz mumkin. Remont bu kamida 2 oy, 6 oygacha vaqt, 15-20 ming dollar xarajat va asabbuzarliklar degani. Golden House mana shu muammolarni o'z zimmasiga oladi. Loyihalari Mirabat Avenue, Infinity, Greenwich, Parisen, O'zmakon, Assalom sohil, Xarizma va yana ko'plab loyihalari bor. Narxni oladigan bo'lsak, O'zmakon loyihasini kvadrat metri taxminan 1800-2 ming dollar bo'lib, 60 kvadratli metr ta'mirlangan uy taxminan 120 ming atrofida bo'ladi. Xavflar va minuslar haqida gaplashadigan bo'lsak, tayyor remontli uy har doim ham qulay degani emas, chunki dizayn, ishlatilayotgan materialni o'zingiz tanlab olmaysiz. Ikkinchisi, bir vaqtda o'zida juda ham ko'p loyihalarni olib borish kompaniya resurslariga juda ham katta yuk bo'ladi. Ochiq aytishimiz kerak, hozirgi kunda ular topshirayotgan uylarda muddatida ancha muammolar kuzatilyapti. Sifat darajasi ham a'lo deb bo'lmaydi. Shuning uchun ularni har bir loyihasini ko'rishdan oldin albatta grafikini alohida tekshirib oling. Kimga mos desak, remont bilan boshni og'ritishni xohlamaydiganlar, vaqti yo'q, kalitni oldim, ko'chdim degan insonlar uchun to'g'ri keladi. Bir soniyaga to'xtab o'tamiz. Mana shu 5 ta kompaniyani bitta PDF jadvalga jamlab, narxi, segmenti, topshirish muddatlari va kamchiliklarini hammasini bitta varaqda aniq ko'rsatib berdik va videoni to'xtatib orqaga qaytarmasligingiz uchun Telegram kanalimizga yuklab qo'ydik. Buni olish uchun shu pastdagi havoladan o'tib, bemalol PDF faylni yuklab foydalansanglar bo'ladi. Qo'llanma bilan tanishib chiqqan bo'lsangiz, 3-qahramonimiz bu Murad Buildings. Ro'yxatimizdagi eng tajribali kompaniya bo'lib, 2003-yilda Murad Nazarov tomonidan asos solingan. Bozorda 20 mingdan ortiq tarixga ega bo'lib, bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, bular uchun eng muhimi mijozlarning ishonchi. Asosan segmenti biznes va premium segmentlarda ishlaydi. Loyihalari Nest One, O'zbekistonda eng baland bino 51 qavat, 266 metr. C1, Regnum Plaza, Kislorod, Do'stlar, Cambridge va yana ko'plab loyihalar. Va eng oxirgi loyihalardan biri bu Uchtepa tumanida Soybo'yi loyihasi, 349 ming kvadrat maydonga ega va juda ham o'zini katta bog'i bilan birga. Xo'p, narxga keladigan bo'lsak, Murad Buildings biznes va premium klasslarda qurganligi uchun narxlar ancha balandroq bo'ladi va C1 loyihasini misolida oladigan bo'lsak, 1 kvadrat metri 4,5 ming dollar bo'lib, 60 kvadratli xonadon 270 ming dollar bo'ladi. Xavflar va minuslar haqida gaplashadigan bo'lsak, siz bu yerda markaz, brend va status uchun to'laysiz. Investitsiya nuqtai nazaridan bunday uylar qisqa vaqtda katta foyda olish qiyin, chunki boshlang'ich narxi o'zi allaqachon yuqori bo'lib bo'lgan. Kimga mos? Byudjeti katta, shaharda markazda yashamoqchi, brend, status muhim bo'lgan xaridorlar uchun. 4-qahramonimiz bu Xonsaroy. Toshkent bozorida eng faol ishtirokchilardan biri desak adashmaymiz. Ochiq manbalarga ko'ra, hozircha 17 dan ortiq turar joy majmuasini topshirgan va qurib kelmoqda. Segmenti ekonom va komfort. Shiori aholi uchun hamyonbop kvartiralar. Ustunligi kirish narxi juda ham past, geografiyasi juda keng. Toshkent deyarli hamma yirik tumanlarda loyihalari bor. Loyihalari Muhabbat shahri, Vatan, Residence, Orzular, Ramazon, Shirin hayot va yana ko'plab loyihalari bor. Narxiga keladigan bo'lsak, Fazo loyihasini taxminan hozirgi kunda 1100 dollar kvadrat metr deydigan bo'lsak, 60 kvadratli xonadon taxminan 70 ming dollar atrofida bo'ladi. Xavflar va minuslar haqida gaplashadigan bo'lsak, to'g'risini aytishimiz kerak, arzon narx bejizga bo'lmaydi. Qurilish sifati va infratuzilma o'rta darajada. Ba'zi loyihalarda hovlilari juda tor, parkovka muammosi bor va eng muhimi topshirish muddati juda qattiq kechiktirishi mumkin. Arzon segmentda qurilish kechikishi xavfi doim yuqori bo'ladi. Hozirgi kunda ularning ikkita loyihasida Shirin hayot va Xonsaroy yulduzi katta muammolari bor. Qurilish ishlari to'xtatilgan. Shunga
juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Kimga mos? Birinchi uyni olayotgan, byudjeti cheklangan yosh oilalar uchun juda ham qulay bo'ladi. Asosiy maqsad ijaradan chiqib, o'zini xonadonini xarid qilmoqchi bo'lganlarga. Va nihoyat 5-kompaniyamiz Albina Development bu ro'yxatimizdagi eng qiziq developer. Shuning uchun oxiriga qoldirdim. Albina Development bozorda 2020-yildan beri bor va ro'yxatimizdagi eng yosh kompaniya bo'ladi. Lekin ular kim bilan ishlayotganiga keling ko'rib ozgina ko'rib chiqaylik. Bularning loyihalari Energy Bay bilan hamkorlikda qurilgan For You Tashkent, Maftun Makon va Flagman loyihalaridir. Ya'ni Qozog'istonning eng yirik developeri Albinani o'ziga ishonchli sherik sifatida tanlagan. Bu bozorda juda ham jiddiy tavsiyanoma. O'zlarining mustaqil loyihasi bu Crystal Avenue va eng asosiysi uning joylashuvi. Albatta, Yangi Toshkentda. Yangi Toshkent haqida bu shunchaki tuman emas, kelinglar to'liqroq tushuntirib bersam, bu 20,000 gektar maydonda 2,5 million aholiga mo'ljallangan shahar ichida zamonaviy shahar. Bu yerda hozir nimalar qurilyapti? 21 kilometrli metro, 9 ta bekat, FIFA standartlariga to'g'ri keladigan 55 ming o'rinli stadion, shuningdek Yangi O'zbekiston universiteti va milliy kutubxona ham xuddi shu Crystal Avenue majmuasini ro'parasida joylashadi. Raqamlarda aytadigan bo'lsak, Crystal Avenue 8 ta korpusdan 12 qavatdan iborat bo'lib, ichida biznes markaz, savdo markazi va xonadonlar bo'ladi. Shiftlar balandligi 3 metr va 900 ta mashinaga mo'ljallangan yer osti parkovkasi va yopiq hovlisi bor. Uylar 30 kvadratdan 110 kvadrat metrgacha bo'ladi va topshirish muddati 2026-yil 4-choragi va ikkinchi etap 2027 4-chorakda bo'ladi. Narx va eng asosiy xulosa, loyiha biznes klass, lekin kvadrat metri atigi 1,5 ming dollardan boshlanib, 60 kvadrat metrli xonadonimizni misol qiladigan bo'lsak, narxi 90 ming dollar atrofida bo'ladi. Endi taqqoslab ko'raylik. Markazdagi biznes klassdagi Golden House yoki Murad Buildings narxlari 2,000-3 ming dollar atrofida, Yangi Toshkent loyihasida 1,5 ming dollardan boshlanyapti. O'zingizlar solishtirib olinglar. Nimaga? Chunki siz bugungi emas, ertangi rivojlanadigan lokatsiyaga investitsiya kirityapsiz. Metro bitgandan keyin, stadion bitgandan keyin, universitet bitgandan keyin narxlar umuman boshqacha bo'ladi. Xavflar va minuslar. Rostini aytaman, bu yerda ikkita real xavf bor. Birinchisi, bu kompaniya hali yosh, o'zlari mustaqil topshirilgan uylari soni kam. Murad Buildings bilan 20 yillik tajribali quruvchi bilan solishtirish albatta bo'lmaydi. Ikkinchisi, Yangi Toshkent hali qurilish jarayonida, metro, stadion hali hech narsa yo'q. O'shunga kelajakka investitsiya qilishingiz kerak. Agar sizga bugun ko'chib kirishim kerak, hamma narsa tayyor bo'lsin desangiz, bu variant albatta sizga to'g'ri kelmaydi. Bu loyiha uzoq muddatli investitsiya bo'ladi. Kimga mos? Investorlar va uyni olib 3-5 yilda kutadigan, kelajakda o'sh potensialni tushunadigan xaridorlar uchun. Va'da qilganimdek, sotuv ofisiga borganingizda menejerlardan berishingiz shart bo'lgan 3 ta savol. Yozib oling albatta. Birinchi savol, oxirgi 3 ta loyihangizni o'z vaqtida topshirganmisiz? Aniq sanasini ayting. Menejer chalkashni boshlasa yoki umuman olganda umumiy gapiradigan bo'lsa, bu birinchi shubha belgisi bo'ladi. Ikkinchi savol, yer uchastkasi kimga tegishli? Qurilish ruxsat etuvchi hujjatlari bormi? Albatta, menejer ko'rsatish kerak. Agar ko'rsatmasdan bor desa, bu ham shubhali bo'ladi. Uchinchi savol, shartnomada uy o'z vaqtida topshirilmasa, kompaniya qanday jarima to'laydi? O'sha bandini ko'rsating deb berasiz savolni. Bu menejerlarda eng yomon ko'radigan og'riqli savoli bo'ladi. Agar shartnomada kechikish uchun jarima ko'rsatilmagan bo'lsa, demak, kompaniya kechikishdan qo'rqmaydi. Jabrni esa ular emas, siz tortasiz. Mana shu 3 ta savolni sotuv ofisidagi menejerlarga bering va bu sohadagi eng xabardor xaridorlarga aylanasiz. Mana nihoyat oxiriga yetib keldik. Siz hozir o'ylayotgan bo'lsangiz kerak, yaxshi, ma'lumotlarni oldim. Endi 5 ta ofisga borib, 5 ta menejer bilan gapini eshitib, hammasi bilan gaplashib chiqishim kerakmi deb? Yo'q, shart emas. Agar siz aynan Toshkent shahridan kvartira olishni o'ylab yurgan bo'lsangiz, Goodland yangi uylar markazimizga murojaat qilishingiz mumkin. Sababi biz aynan sizning byudjetingizga mos, siz xohlagan lokatsiyadan eng ishonchli bo'lgan 70 tadan ortiq loyihalarni bitta ofisimizga jamladik. Uy narxlari, hujjatlari, qurilish holati bo'yicha barcha ma'lumotlar bepul beramiz. Eng muhimi, uyda bizdan oldingiz nima, quruvchidan oldingiz nima, narx umuman o'zgarmaydi. Bu esa sizga bosimsiz erkin uy xarid qilishga imkoniyat beradi. Video tagida havola qoldiramiz. Havola ustiga bosib, kerakli ma'lumotlar to'ldirsangiz, bizning mutaxassislarimiz siz bilan aloqaga chiqib, albatta sizga to'liqroq ma'lumot berishadi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Salomat bo'linglar.